Assalomu alaykum mana muhlis подписчиклар. Bugun mana dushanba dam olish kunimiz. Ertalabda chiqib ota-onadan duoni olib, qushlarga e'tibor berilyapti. Bizni dam olishimiz shunaqa o'tadi. Ishni ham qilamiz, pullar topamiz, yashashni ham bilamiz. Yashash kerak, pul topib o'lib ketmash kerak. Ota-onani xursand qilib doim mana yillab yashnab yuraveringlar. Shularga qurollar qo'yib berganmiz. Shularni yaxshi ko'ramiz. Kelaverasizlar mana tomosha qilgan.